Saudiyaning shahzodasi ochiq oydin bayonot berdi. Eshitganlarga takror, eshitmaganlar borib qidirib eshiting. Ha, G'arbning, Amerikaning buyrug'i bilan salafiylikni qasddan tarqatdik dedi. Ana yana bitta battar bo'lsin. Aytyapti o'z og'zi bilan. Kim ekan savol bilmasin? Kim savol bilmasin? Nimaga tarqatding degan savolni menga bering, men aytib beraman. Nimaga tarqatding? Islom ummatining oyoqqa turmasligi uchun tarqatdi. Sizni bizni ichimizdagi fayzni yo'qotish uchun tarqatdi. Mana shu birdamligimizni, mana shu kuch-quvvatimizni sindirish uchun tarqatdi ular. E'tibor bering, ular kirib kelgan joyda faqat janjal. Bu ishlab chiqilgan sistema bu. Ajnabiy tilda ofis deyiladi, bitta yangi ofisimiz bitta hozir. Orqamda o'z rasmini boshqa joyga qo'yishimiz kerak edi, yo'qotib qoldi. Ya'ni Saudiya shahzodasi Salmon bin Abdulaziz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich rasmlari umra safari, davlat ziyorati safari bilan birga uyushtirilgan tushungan rasm, juda ham ajoyib ko'rinish kasb etgan. Shuni olib qo'ydik. Bizga yoqmayotgan bo'lsa ham, ammo sabr qilaylik. Sovuqmi? Birodarlar, sovuq o'zimiz sovuq. Qormi? O'zimizni qor. Yomg'irmi? Bu o'zimizni yomg'ir. Hammasini kerak bo'lsa bizdan ko'ra ko'proq foydasi tegadi bu yerga. Bizga yoqmayotgan bo'lsa ham. Ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga ergashadiganlarni to'plash uchun har qanday yolg'onni ishlatishlikka ijtimoiy tarmoqni yurg'izadiganlar tayyor bo'lib qoldi. Ularning fikrida bu yolg'on gapirishdan hech kimga zarar yo'q degan tushunchalari bo'lishi mumkin. Sizlar haqiqiy Qur'on sunnatga, tavhidga da'vat qilgan insonlarni adashganlar, vatangado, bular vahobiylar, bemazhablar deb butun o'zbek millatiga dushman qildinglar. Umuman teskari qilib qo'ydinglar. Lekin bir benamoz bo'lsa, bir ustida kiyimi bo'lmasa, fahsh munkarga ochiqchasiga chaqirsa yoki ustingizda zulm qilib turgan zolim podshohingizni ham hech qachon aybini yo bir xatosini ayta olmaysizlar. Nimaga? Chunki yeb qo'ygan joyinglar bor-da. Sizlarda torazilar chappirilib, teskari bo'lib qolgan. Haqiqiy Alloh va Rasulining yo'liga yurgan musulmonga adovat qilasizlar, ichinglardagi marazinani to'kasizlar, lekin haqiqiy kofir bo'lgan, mushrik bo'lgan bir najosat toifalarga sizlar muhabbat qilasizlar. Sizlar inshaalloh biiznillah ertaga qiyomat kunida mana bu dunyoda qilyapgan har bir ishingizga javob berasizlar. Mana bu blogerlar bor-ku, yolg'onga, kizibga, fahshga, munkarga chaqiryapgan blogerlar. Bular sizlarni yillar davomida qilgan botil da'vatinglarni hosillari. Mana buni tortyapsizlar. Kimdir sinisini zo'rlab qo'ygan, kimdir onasi bilan yotib qo'ygan, kimdir onasini boshqa qo'shnisini eri bilan ushlab olgan. Chunki bularda Allohdan qo'rquv degan narsa yo'q-da. Allohni tanimaydi bular. Ertaga qiyomat kuni o'lgandagi har bir narsaga javob beraman degan narsa yo'q. Chunki sizlar bu narsani bermaysizlar, aytmaysizlar, yetkazmaysizlar. Birinchi o'rindagi kazzob sizlar o'zingizsizlar. Inshaalloh biiznillah mana bu Alloh va Rasulining so'zini chekkaga surib, zolim podshohlarni, kofir mushriklarni so'zini oqlab, mana bularni yo'lini halollab beryapganligini uchun va may ya'mal misqola zarratin khayran yara va may ya'mal misqola zarratin sharran yara. Har bir qilyapgan amalini zarra miqdorcha bo'lsin, albatta mukofotini yoki jazosini olasizlar. Inshaalloh kutinglar, biz ham kutyapmiz. Ertaga qiyomat kunida Alloh azza va jalla sizlarning holatingizda biz musulmonlarga ko'rsatsin. Allohu a'lam.